Salom do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan yana qo'shilgan. Bugungi videomizda biza Ender Dragon maqsadimizni, bugungi videomizda maqsad Ender Dragonni yo'q qilish. To'g'ri eshitilib, mana shu orolchada yo'q qilaman. Oh my god, qo'shilgan. Mana ham bo'ladi. Ender Dragon'ni yo'qotish kerak. Qismdan nima bo'ladi? Burot bo'ladi. Balki ko'proq tushuntirib bilmadim. Bu qanaqa rangli qo'y. Mendan qo'chonlik tushmab turdigan o'lmadi, joni ko'paygan. Xo'p. Qadr qo'yib ko'rgandek bo'ldim. Bitta like bosib obuna qo'yishni unutmanglar. Shu vaqtimiz ketib video olayotganimizda sizlarga modlar kerak bo'lsa menga murojaat qilaveringlar. Chunki men sizlarga mod qo'shishni o'rgataman. Qaysi modlar yaxshiligini va shortsda ko'rsataman. Chunki men juda ham ko'p mod tortib Dash hamma modni check. Shader qo'shgandim. Lekin bu zonaga mod qo'shmadi. Do'stlar, bizga qo'y kerak. Rahmat. Minecraft. Senga o'ldi. Demak, qo'ylar bo'lmoqda. Hop, qornimizdan ochiq qolibdi. Unda biza daraxt cho'qishimiz kerak. Anodamizda biza juda kam daraxt. Shuning uchun qilsaylik. Hozir men buni bir qilib yasaolaman. Mana shu yerga qo'yib yasakdan tayoq yasaymiz. O'tiramiz. O'rnatamiz. Qo'yamiz. Yo-mayo, oh my god, steak, tayoq. Qo'rqmas bizga kerak ekan. Kam. Check. Shuni qazinsa temir chiqsa lekin hayron qolardim. Check. Bu yoqqa qarab qo'yamiz. Tosh olganimdan keyin ketaman. Hop. Check. Siz olish kerak. Judayam ko'p ketdi. Mana, zaratxonadan mana shunisini olib, va mana busini olib olaman va chiqamiz. Mana. Amal yetdi. Hop, endi biz birinchi o'rinda bolta yasaymiz. Boltada bizga steak kerak bo'ladi. Steak boshqa narsada ana yuborasizlar. Masalan, steakni boshqacha ma'noda o'ylashinglar mumkin. Masalan, qovurilgan go'sht steak deyiladi. Qovurilgan go'sht steak deyiladi.
Bunu büyükü ve de kılıç sos. Tek tek alıp sıramızı. Assalamu alaikum. Asalım ettiğini ana kulüsünde karakterin önünde size radical gereği bu polish mümkün. Oh my god. Ulan şöyle. Vaqtga uxladik. Yaxshi. Tek do'stlar. Daraxtni shukur, lekin daraxt o'sish kerak edi. Bittagina daraxtni hozir buni ekish kerak. Tek buni o'rniga olib qo'ysak, biz qonun olmayo. Hop kettu. Obunachilar, videoga like bosing. Mana bu daraxtni esa o'sishini ko'ramiz. To'xtang. Bizga kerak. Bir stekni büyük qo'yib, bu yo'qdan izlaymiz. Tek. Yasaymiz, izlaymiz dedikman. Crafting table nima degan? Buni kommentda qoldiring. Kommentga yozishlaringizni iltimos. Crafting table degani stol degani. Crafting table degani stol degani. Crafting degani ish degani. Ish stol. Shunaqa mana deyim kelaveradi ish degan. Короче bo'ldi. Endi biz go'shtni qovuramiz. Necha mana shaxtaga kirib keldim. Quyosh ham o'tyapti. Menga qo'y kerak. Hozir borib kelaman. Tez borib kelaman. Qo'yni kerak menga cho'chqa. Qo'y kerak menga. Qo'y. Spam bo'linglar. Olmasam nima spam bo'linglar. Yana qaytamiz albatta, menga qo'y kerak. Qo'yni to'g'maman. Shunisiga ham shukur qilgan holda to'g'ni ham olib ketaveramiz. Qo'y qo'ymayapti mana o'zimizga spam. Canım gittim yok. Qo'y yo'q. O skill'likam bor. Qo'y deyman. Qo'yishni qo'rqaman. Menga qo'y ko'rmayapman. O zaman da kaçıyor.
Zombiler hücum karıştırmıştı. Da video şu joyda çok iyi bir konuşmam mümkünlükle. No. Jang qilish juda ham qiyin va qo'rqinchli bo'ladi. Lekin qanaqa qilib yutaman? Yurishim kerak. Qo'limda qilich tura qolsin. Qo'rqaman. Mana Minecraftdan chiqaman. Bo'ldi, video ko'raman, yo montaj qilaman. Bo'pti, hammaga xayr.